Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Bizni uzoq vaqtdan kuzatib o'tgan azizlar, barchalarga yangilik salom. Azizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Ko'rib turganlaringizdek, Qozog'iston Respublikasi Qaraganda shahri. Shu yerdan shahardan tungi obzor qilib boryapmiz. Qo'llab quvvatlashda davom etasizlar azizlar. Havo o'ta tiniq. Igrayka degan tomonda Detskiy bolalar tovarlar tutgan, ko'rib turganlaringdek Igrayka deb. Ya'ni bu Qaragandiyskiy oblast Samo Center. Azizlar, videolarimizni kuzatib borayotgansizlar, bitta layklarni otib, tars etib urib qo'yamiz laykchilarni azizlar. Полтора часа назад мне никто не написал, что поднимется. Ko'rib turganlaringdek azizlar, bizni qo'llab quvvatlashda davom etib turasizlar. Degan umiddamiz. Ovoz qanday bo'lyapti azizlar? Ko'rib turganlaringdek juda chiroyli shahar ekan. Bu yerda Lombard Evraziya. Barchani xabar bo'lsa kerak baribir. Qozog'istonda bu Qaragandiyskiy oblasti region raqami 09 ekan, ya'ni bu avtomobillar raqamlari. Bitta bizda O'zbekistonimizda Toshkent 01, Samarqand 30, Farg'ona 40, Namangan 50 degandek. Buyerda qizil yonib turibdi. Qizil o'tmaydi buyerda. Svetofor qizil yonib turibdi, ko'rib turganlaringdek. Yani piyodalarga hali yo'l berilgani yo'q. Piyodalarga ruxsat bo'lsa, keyin o'tamiz. Bu tomonga piyodalarga ruxsat berilgan tomonga. Bizga endi ruxsat bo'ladi, Alloh xolasa bu tomonga. Ha, endi yashil yonda bemalol o'tkazsak bo'ladi peshixoddan. Ya'ni piyodalar o'tish joyida. Video davomida videomiz qanaqa chiqyapti azizlar bilmaymiz endi. Bizlar ham bitta baho berib qo'yasizlar. Videomiz qanday olinayotganligiga. Qo'limizdagi apparat albatta iPhone emas bu. Prosta apparatda video syomka qilyapman hozir. O'ynaydi stabilizatsiya degan narsalar. Optik linzalar yo'q bunda, bilasizlar. Bitta obuna bo'lib, podpisatsiya tugunchasini bosib qo'yasizlar azizlarim. Sizdan chiqarmaymiz podpisatsiya bosishda. Barchalaringga oldindan kattakon rahmat.